Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi mavzuyimiz ko'pchilikni qiynayotgan tizza mavzusi. Hop. O'zimdan kelib chiqib, tajribamdan kelib chiqqan holatda qisqacha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Foydali bo'lishiga umid qilamiz. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Kommentariyaga o'zingizlarni qiziqtirgan, o'zingizlarda bor orzularni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishinglarni iltimos qilib so'rab qolamiz. Biz ketdik. Hop. Hozirgi kunda ko'pchilikni qiynayotgan mavzulardan biri bu tizza. Hop. Tizzada shunaqa og'riqlar borki, bu masalan artroz, artrit, shunga o'xshagan kasalliklar, Minsk. Mana. Tizzani asosiy qismi bu shu qopqoqdan tashkil topgan. Bu qopqoq tak misoli magnit ichida ochilmaganni hisobiga magnitda ishlaydi. Bu nimani yaxshi ko'radi bilasizlarmi? Mana ko'pchilikda bu yoq qismida og'riq bor yoki bu yoqda og'riq bor. Yon tomonda esa, masalan, oyoq qismidan chap tomonda esa mana bunaqa og'riq bo'ladi ko'pchilikda. Mana bunaqa og'riq. Bundoq keladi-da, bundoq pastga tushib ketadi. Mana shunaqa tushib ketadi. Bu ko'pincha bel og'rig'idan sekin kelib tushib ketadigan og'riq. Xo'p, bu og'riqlarni nima qilish kerak? Bu og'riqlarning sabablari har xil. Ko'p o'tirishdan, kam harakatlikdan, og'ir ish qilishdan ham bo'lishi mumkin. Masalan, eng ko'p uchraydigan tajribamdan kelib chiqqan holatda eng ko'p uchraydigan holatlar bu og'ir vesdan. Tasavvur qilinglar. Men bo'yim 180. Vesim esa 80 kilo. To'g'rimi? Bu tana 80 kiloga mo'ljallangan. Endi oyog'im ortiqcha go'shtlar yo'q, semirib ketmagan. Oyog'im og'rimaydi. Doimiy sport bilan shug'ullanib kelamiz. Shuni hisobiga oyog'imda og'riq yo'q. Hali yoshsan, senda og'riq bo'lmasligi tabiiy deyishingiz mumkin, lekin meni adamda ham, do'damda ham og'riq yo'q. Nega? Chunki ular o'zini vesini ushlab yurishgan, doimiy sport bilan shug'ullanib yurishgan. Demoqchimanki, men sog'lomman demoqchi emasman, lekin tajribamdan kelib chiqqan holatda o'zimni shaxsiy fikrim va amaliyotda bo'lgan holatlarni sizlarga gapirib beraman. Tasavvur qilinglar. Yuqorida aytilganidek ortiqcha go'sht yo'q, to'g'rimi? Semizligi normalniy. Endi o'zingizga savol berib ko'ringlar. Men shu oyog'imni tizzasi og'riydi. Oyog'im razmeri qanaqa? Standartmi yoki semizmi yoki silishkim ozg'inmi? O'zingizga savol berib ko'ringlar. Agar men doktorga borsam yoki kimgadir shu mutaxassisga borsam, meni oyog'imni ko'rib qanaqaligini masalan aytadi. Masalan, men o'zim hozir qo'z ko'rsatay sizlarga amalda. Mana. Tasavvur qilinglar. Shu oyog'imni ustiga tasavvur qilishingiz uchun shu oyog'im ishlab turibdi, yaxshi ishlab turibdi, ves qo'shilyapti, yog' qo'shilyapti. Endi bu ustiga xuddi mana bunaqa bo'ladi, qaranglar. Bunday boylik 110 kilo, 120 kilolik onaxonlarimiz, otaxonlarimiz yoki okalarimiz oyog'i mana shunday bo'ladi. Katta baraban bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda. Mana. Endi tasavvur qilinglar. Mana. Oyoq harakatlarni cheklanadi. Endi bizadan kelishadi, oyog'imni to'g'rilab ber deyshadi. Tasavvur qilib ko'ringlar. Mana. Qaranglar. Shuni tashinglar. Mana. Harakatini qaranglar. Mana. Men tilab o'tganman mana. Bir xil ishlatyapman. Mana qanchalik tepaga ko'tarilyapti, bu cheklangan, harakat cheklanadi. Endi oyog'inglarning razmeri mana shunaqa katta bo'lsa, bu yoqdan ishib ketgan, bu yoqdan go'sht, yog', bir xillarda to'g'ri suv yig'ilib ketgan bo'lishi mumkin. U boshqa podagra degan kasallik bor. U boshqa narsa yig'ilib qaytganda ozg'in bo'ladi oyoq. U boshqa narsa, lekin vijdonan o'ylash kerak. Bu oyoq katta bo'yotibdi. Qanaqa qilib misol oyoq sportsmenlarga o'xshab yurishini xohlaysizlar, yugurishini xohlaysizlar. Yo'q, faktik iloji yo'q.
Bizga katta oyoqlar kelishadi. Har xil shishib ketgan, varikatselniy bo'lib ketganda bizga to'g'rilab berishadi. To'g'ri harakat qilamiz, lekin o'zingizlardan ham juda ko'p mehnat kerak bo'ladi. Shuning uchun og'riqlar, masalan, artrit, artroz, minsk masalan, pay uzilishi yoki o'sha ichidagi yallig'lanishlar kuchli bo'lsa, masalan, shuning uchun biz fizioterapiyalar qilishimiz mumkin, o'sha yerda bo'shatishimiz mumkin. Hamma muolajalarni qilib, lekin eng kerakligi mashq. Oxirida oyoq uchun mashq. Hozir sizlarga oyoq uchun 2 ta 3 ta mashq ko'rsatishga harakat qilaman. Uy sharoitida ham qilsanglar bo'ladi. Lekin ko'pchilik aytayotdi, kommentariyaga yana kelgan savollardan bittasi bu mashq qilma foydasi bo'lmayapti deyapti. Endi xuddi shu yana eski qaytamiz. Birinchi buni xuddi umurtqa pog'onasini qanaqa qilib bo'shatib olganimiz kabi buni bo'shatib olishimiz kerak. Qon aylanishini yaxshilab, nima edi? Sirkulyatsiyani yaxshilab, metabolizmini to'g'irlab olganimizdan keyin muskulni, suveni, mushakni, nervlarni hammasini bo'shatib olganimizdan keyin ana keyin mashq qilsangiz, u foyda beradi. Qotib qolgan narsaga yana qotirib, mashq o'zi qotirish. O'zi oyog'ingiz qotayotibdi-da, uni ustiga yana mashq qilasiz. U qotgan narsa u sirasi bo'shab qolmaydi. Oldin birinchi o'sha muolajalar bilan bo'shatib olganimizdan keyingina mashq qilsak, bu foydali ham bo'ladi, ham effekti, rezultati zo'r bo'ladi. Shuni to'g'ri tushunishinglar kerak. Oldin birinchi bo'lib bo'shatib olish kerak buni yaxshilab. Masalan, birinchi doktorga borishinglardan oldin, o'sha bo'shatishinglardan oldin momentcha harakat qilayotgan bo'lsanglar, bo'shatganingizdan keyin sal ko'tarilayotgan bo'lsa, mana sal rezultat bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Mashq qilish sizlarga foyda beradi. Mashq qilganingizdan keyin bu ochilib ketadi. Qirsilashlar ko'pchiligi yana bitta gapi bu qirsillash. Qirsillash shu qotib qolish natijasida bo'ladi. Ko'p holatlarda qirsillashdan qo'rqish kerak emas. Mana sakson krepitatsiya deyiladi bu. Doimiy qirsillatib yurish yoki qirsillash natijasida bu hosil bo'ladigan narsa. 80% holatlarda zararsiz, bu tabiiy holat bo'ladi. 20% holatlarda o'ta ko'p qilsangiz bu krepitatsiya, ya'ni o'sha doimiy qirsillash ziyon bo'lishi mumkin. Aslida uncha zarari yo'q. Xo'p, endi bunga nimalar qilishimiz kerak? Muolajalar qilinishi kerak. Birinchi navbatda bo'shatib, hamma narsani to'g'rilab olganimizdan keyin endi bunga mashqlar qilamiz. Hozir endi ko'rasizlar. Siz uchun eng zo'r mashqlardan bittasi va birinchisi. Shu mashqni 10 ta qilasizlar. Lekin qiyin. Qilsanglar boshqa urib ketdik. Tizzalarni tekis qilib olamiz va qo'lni belga qo'yib boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ehtiyot bo'lasizlar, orqaga ketib qolmanglar, tamam. Oyog'inglar qayilib ketib qoladi. Siz uchun ikkinchi mashq. Buni turib olasizlar. Tizza bilan oyoqni tovoni bir xil bo'lishi kerak. Ketdi. 1 2 nagruzka oyoqqa tushishi kerak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nega 20 ta qildim? Chunki 10 ta bu oyoqda, 10 ta bu oyoqda. Endi 3-chi mashq o'tamiz. 1 nagruzka tizzaga tushyapti. 2 3 4 5 6 ko'proq o'tirishga harakat qilamiz. 7 8 9 10. Agar sizlarda tizza qirsillayotgan bo'lsa, bu
yaxshi bu harakatlanayotgan bo'ladi. Qotib qolgandan keyin harakatlanish sal qiyin bo'lgani hisobiga u harakatlanib zo'r bo'lguncha ozgina qasiydi. Bu tabiiy holat. Shu 3 ta mashqqa har kuni qilib yursanglar, inshaalloh oyog'inglardagi, tizzanglardagi muammolar vaqtim bezovta qilmaydi. Chunki o'zim tajribamizda kelib chiqqan holatda shu mashqlarni avvalo patsientlarimizda, o'zimizda, oilamizda yaqin insonlarimizga tavsiya qilamiz. Keyin amaliyotda yaxshi chiqqandan keyin sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Chunki eng yaxshisini sizlarga tavsiya qilishni o'zim xohlayman. Yaxshi sinovdan o'tgan, yaxshi mashqlarni. Sizni hammasini qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. Keyingi mavzularni endi qaysi mavzularda video qilishimni endi sizlar hal qilasizlar. Kommentariyaga yozib ketishni unutmanglar. Shu gap yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar, chunki sizlarning laykinglar ko'pchilikni tizzasi og'riyotgan bo'lsa, o'shanga yetib borishiga sabab bo'ladi. Sizlar ham manfaatli videolar uchun boshqalarga ham ulashishni unutmanglar. Agar sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Uje biz kengayapmiz, shuning uchun sizlarning ham yordaminglar kerak bo'ladi. Sog' va salomat bo'linglar. Eng avvalo tizzanglarni asranglar. Yaxshi ko'rishinglar.